425 ming. Oh, Akam oshxonada osh pishirmasdan limon yeb o'tiribdi. yo'q-a? Ha, menga bermayapti. Hadi yuringchi. Xonada. Nima osh qilmasdan limon yeb o'tiribsan? Limonni o'zi ko'rsa xafa bo'ladi. Mayli, siz yeng. Oshqi. Hop. Bugun Mohriddin osh markazidan Mohriddinning qo'lidan osh yeb ko'ramiz. To'y oshi hamda achchiq osh mazasiga baho beramiz. Yaxshi. Dada, Oh, mana shu limonz bilan birga osh yegim kelyapti. bunda to'y hal qilamiz. Yuringchi. Limonjon uka, mana shu o'g'lim siz bilan osh yesin, maylimi? Ha, mayli. Ya, achchiq oshimiz zo'rda, biz oling mana. Mana bular bilan osh yeyik. Ana bular yeb tayyor qoladi, o'shani yalab qo'ysiz. O't oshiga qarang. Bu qazilardan qo'shmang, sizga bo'laveraman, hali yoshman-da, mumkin emas. Sizlarni oling. Oshlarni yeb ko'rdik, o'ta mazali, juda ham mazali. Oshni ishtiyoqmatlari, to'y oshi deysizlarmi, achchiq oshi deysizlarmi, bemalol Mohriddinning qo'lidan yegani kelaverasizlar. Agar yo'q, osh yemayman deyotgan bo'lsangiz, bu yoqda somsa, shashilari, menyuda yana turli xil ovqatlari ham bor. Ish vaqti bo'lsa ertalab 10 dan kechki payt 11 gacha. Manzil Yunusobod tumani Yangi shahar ko'chasi, shunday arxitekturniy institutda yonginasida joylashgan, Haytowndan Mega Planetga qarab keturish yo'lida o'ng tomonda. Wow.